Bugün sizler bilen drone klasikalarimizni kichkinagina obzor etib o'tamiz. Sifatim çok yetib ishlangan bo'ladi. Qarang, rangimdim xo'shay, yarki svet, letniy svet. Ishni kichkina kompaktniy variantda kelib turadi. Bemalol bagajga solib o'zingiz bilan xohlagan joyga olib ketasiz. Ya'ni, например, kechki salqin tushdi. Buni shuni bagajga tashiysan, piknikka chiqqan vaqtingizda yashat bo'lib, прогулкаga chiqaman desangiz, masalan, yana kichkina variant baqasam normalniy. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan drone klasikalarimizni ko'rib chiqamiz. Sabab bana havo qizni sezon kirib keldi. Прогулкаga chiqqan vaqtingizda farzandingizni aylantirib yurmaga, kichkinagina udobni yengillatib ishlangan dron klassikalarimizdan наличиеda bor har xil rasvetkasini, har xil modelini bor. Endi hozir biz videomizda 2 xil assortimentni chiqardik. Atak magazinimizda assortimentda yetarlicha bor. Endi qarang, dron klassikamizni ko'radigan bo'lsak, farzandimiz o'tiradi. Bunda aynan o'zini bitta ushlab turadigan joylari bo'ladi. Bunda xavfsizlik kamarlari mavjud. Eng zo'r joylarga keladigan bo'lsak, farzandimiz o'tiradigan joyi cho'nqir bo'ladi. Farzandingiz hazat o'tiradi. Ruchkalarimiz ham kojiniy bo'ladi. Xohlasangiz bu yerda o'tib surib qo'yasiz. Xohlasangiz ozgina bu yerda holatini o'zgartirsangiz ham bo'ladi, ham biladir. Ening. Xohlasangiz buni ishini o'tib surib qo'yasiz. Xohlasangiz sal ko'tarib qo'yasiz. Xohlasangiz ponni o'tib surib qo'ysangiz bo'ladi. Oyoqlardan postavkalarimiz bo'ladi. Xohlasangiz yo'la qaratib haydaysiz, xohlasangiz o'zingizga qaratib haydaysiz. Shunday knopkasini pastga tushiramiz. Klasikamizni, dron klasikamizni sejinasi aylanadi. O'zingizga qaratib haydasangiz ham bo'ladi. Bu degani sejina 360 gradus aylanadi. Xohlasangiz o'zingizga qaratib haydaysiz, xohlasangiz yo'la qaratib haydaysiz, xohlasangiz salgina atrofdan uxlatib ketaverasizlar. Qarang, nechik komfortdan, nechik sifatda ishlangan bo'ladi. Materiallarimiz demir aralash bo'ladi. Ya'ni balonlarimiz esa rezinka bo'ladi. Balonlar kichkina harakatib ishlangan bo'ladi, lekin o'rtasi pachmitli bo'ladi. Ham eva bo'ladi. Kauchuk emas, siniq qolmaydi. Bu yerda qo'shimcha oyoqlardan postavkalarimiz ham bor. Plus tormozlar bilan ham jihozlangan bo'ladi. Yurib ketmasligi uchun. Ves ham yengilgina, bemalol o'zingiz bilan xohlagan joyingizga ko'tarib olib ketaverasiz. Shuni ko'tarishim bilan bilishingiz mumkin. O'rtacha bir 7 kilo chiqadi deb o'ylayman. Может 7 kilo chiqmasam. Ya'ni uchkalar ham komfort bo'yicha, masalan, agar kichkina balla bo'lsa, masalan, ukasini yo jiyanni haydayman desa, meni bo'yini kichkinagina haydab yursangiz ham bo'laveradi. Ya'ni qarasiz, uzaytirib qo'yasiz. Sifati o'rtacha zo'r etib ishlangan. Yoz sezoni uchun mo'ljallangan bo'ladi. Endi bu dron klassikamiz sifatini keladigan bo'lsak, sotib olganingizdan keyin, например, bemalol bir 3 yoshdan farzandingizni bu klassikadan foydalansangiz bo'ladi. Ariandan foydalansangiz bo'ladi, prosta 3 yoshlar bolaga sig'maydi. Lekin agar o'tiraman desam, bemalol ko'tarib berib biladi, o'n darajada sifatli etib ishlangan bo'ladi. Endi yig'ilishini keladigan bo'lsak, ruchkani ponni pastga tushiramiz. Kinetrib kichkinagina bo'lib, yengilib turadi. Endi nima kichkina bo'lmaydi, lekin atak yengilib turadi. Buni o'zini ko'tarib olib, o'zingiz bilan xohlagan. Endi kapishonlarni olib tashlasangiz bo'ladi, prosta endi kichaytirish uchun ko'rsatib turibmiz. Yine aşağı vaqtimiz esa to'g'ri ko'tarib qo'yaveramiz. Hoppa. Bunda esa keyingi variantimiz sal boshqacharoq dizaynda ishlangan bo'ladi. Bu dron klassikamizdan toza keldi. Qarang, o'tiradigan joylarimiz ham bunda dikila ishlangan bo'ladi. Arqa bilan solishtiramiz, lekin buni ham holatini o'zgartirsak bo'ladi. Ya'ni ozgina yastirib qo'ysangiz bo'ladi. Oldinda qo'shimcha postavkalari bo'ladi. Buni olib tashlasak bo'ladi, masalan. Yani bu tarafimizda xavfsizlik kamerlarimiz bor. Farzandimiz tushib ketmasligi uchun oyoqlardan postavkalarimiz ham bo'ladi. Uchkalarimiz ham kojiniy etib ishlangan bo'ladi. Chexolimiz, ya'ni matrasimiz Tiffany svetda, ya'ni trenddagi svetda ishlangan bo'ladi. Postavkasini qo'yib turamiz, hozircha bu bizga kerakmaydi. Bu dron klassikamizda ham sejinasi aylanadi. Xohlasangiz o'zingizga, xohlasangiz yo'la qaratib haydasangiz bo'ladi. Mana. Dikini o'stirsangiz ham bo'ladi, yotirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana. Bularimiz ham aylanadi. Mana. Menimcha buni yotirib ham qo'yaverasiz. Mana. Menimcha yotirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Sifatim çok yetib ishlangan bo'ladi. Qarang, rangimdim xo'shay, yarki svet, letniy svet. Ishsizda yurgan vaqtingiz ham uni ishsiz tortib yurmaydi o'zini. Bu velo klassikamizdan dron klassikamizda ham tormozlari bo'ladi, plus balonlarimiz pashmikli bo'ladi. Shuni evazida yengil harakatlanadi. Bak, kichkina kompaktniy variantda yengilib turadi. Tak, yengilishini kiradigan bo'lsak, yenglashimiz uchun adashmasam sejinani o'zgartiramiz. Keyin esa bunda knopkasi bo'ladi, ruchkasini ponni pastga tushiramiz. Ya'ni ishlattirib, buklanib, joyina tushib turadi. Kapishondan bunda beklab qo'ysak bo'ladi. Ya buni o'zini adini bana olib tashlasak ham bo'ladi.
ishni kichkina kompaktniy variantda kelib turadi. Bemalol bagajga solib o'zingiz bilan xohlagan joyga olib ketasiz. Ya'ni, например, kechki salqin tushdi. Buni shuni bagajga tashiysan, piknikka chiqqan vaqtingizda yashat bo'lib, прогулкаga chiqaman desangiz, masalan, yana kichkina variant baqasam normalniy. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammangizni erkatada kutib qolamiz. Pastda aloqajon telefon bilan yozib qoldiramiz. Manzilimiz Urganch shahar детский больница, ya'ni bolalar shifoxonasi yon tomonida. 1000 marta ko'rgandan bir marta kelib o'zini haqiqiysini ko'rgan baribir boshqacha narxlarni ham qo'shirib yashirib beramiz. YouTube'dagi klientlarimiz uchun, umuman olganda internetdagi klientlarimiz uchun hammasini chiroyli narxda beramiz. Bemalol erkatada tashrif buyurishingiz mumkin. O'zim xizmatda bo'laman. Dushi.